Emas, Master Perilla menimcha. Mashnasan. Omad tilayman. Omad Zafar aka, sizga ham. Alaykum. Barcha san'atkorlar, kamerachilar, assalomu alaykum. Navbat Bilol bilan Shahnozabonuga marhamat. Gulnozabonu. Qizlar ham ko'p adashib ketaverasiz. Topinglar, chivin, qaydaman degan bir qiz bor ekan. Kelsin, Shahrito'z noyasidan tashrif buyurgan. Salotim. Qanday bo'ldi? Ashma. Bilol va Gulnozaxonlarning ijodida Saat necha bo'ldi desam, saat 4 bo'ldi. 4. 5 maktabda ko'rib keldik. Glavni dikkat berdi. Ozbek Temirov. Jelekul noyasidan tashrif buyurgan Ulug'bekjon Beknazarov, Diyor rais. Qabodiyondan kelgan Master Fila. Master Fila emas, Master Perilla menimcha. Bering menga buni. Qani Rayhona. Har kimni ham taklif qilmayman. Gapiring ikkovingizga. Bir she'r uradi. Basın. Murat Hacı yaptırsın şehrini. Kaptım. Öyle yaptım. Ha, omad tilayman. Boshqa nima deyman? Deyalmayman hech narsa. Omad tilayman. Hamisha bundan ham zo'r bo'lib ketinglar. Yana birgalikda shuni o'tkazaylik. Mayli, hammangiz xush kelibsizlaringiz, uzoq yaqindan kelganlar. Salomat bo'ling. Endi mana shu yerda bitta aktrisamiz bor. Dilim 19 sizni ham taklif etib qolamiz. Marhamat. Marhamat. So'z uchun rahmat. Omad tilayman hammasiga. Omad Zafar aka, sizga ham. Hamma joyda Zafar akajon. Shu burningiz joyida tursa nima qiladi? Hamma ishga sug'ilavermang. Kelingizlaringiz. Qani Shahrito'z noyasidan kelganlar, iltimos. Hurmat bilan qadam ranjida aylagan ekansiz, o'z qadrli qimmatli vaqtingizni ayamay, xush kelibsizlar deb qo'yamiz. Kelingizlar. Qizilobod TV xush kelibsiz. Rahmat rais bova, so'z bergani uchun. Assalomu alaykum, qadrli mana shu uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun yig'ilishimizdan maqsad mana shu yerda blogerlar, hofizlar birgalikda mana xursandchilik qilyapmiz. Hammalaringizga rahmat. Biz mana bugun No'xay Shahrito'z rayonidan tashrif buyurdik. Hammalaringizga rahmat mehmondorchilik uchun. Mana Sayfiddin TV ustozimiz, Avto Shahrito'z, Master Perilla, Guliston TV qolaversa keldik. Hammalaringiz Allohim kasblaringizga baraka bersin. Shahrito'z Bapesh, Yovon Bapesh, Tojikiston Bapesh. Rais bola so'z bergani uchun rahmat. Dunyo tinchligingizda. Salomat bo'ling, xush kelibsizlar. Xuroson nohiyasidan tashrif buyurgan mehmonlar, marhamat, kelingizlar.
Marhamat. Rahmat aka. Hammalaringizga Navro'zing muborak bo'lsin deymiz. Men hamda o'z nomimdan qolaversa, uyali Xorason o'yasining barcha san'atkorlar, kamerachilar hamma nomlaridan Navro'zlar muborak bo'lsin deymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin, Biloljon, Gulnozaxon. Sizlarga omad yor bo'lsin, Navro'zlar yana bir muborak bo'lsin. Marhamat. Keling endi Guliston ota. Siz ham bir og'iz gapiring, keyin davom etamiz. Assalomu alaykum. Kelingizlar, yaxshilaringiz katta. Endi sizlar boshlasangiz boshqacharoq bo'ladi-da. Ustoz vlogerlar haqida. Hamma mumkin vaqti gapirsak. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerda jilg'an hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Mana shu san'at vakillari oz bo'lsa-da shu yerga jilg'an, nashlarda hurmat qilib kelgan avvalo shu xalqimizda shuncha to'planib turganidan xursandmiz. Mana bunday davralar adashmasam bahorda birinchi marta uyushtirishi va uni asoschisi keling, Dima Aviakassa. Mana shu inson, mana shu fikri, mana shu tashkilotning asoschisi, mana shu inson. Bundan xursandmiz aynan. Mana shuncha kallarni shu yerga birliktiribsiz. Mana shu birlikda bir-birini taniydi, o'tib ketaversak, uni Sayfiddin TV, uni Qizilobod TV deb Shartuzdan kelib bu jamlanishda o'ziga yarasha bunaqanda plyus tomonlari bor. Xudo xolasa doim mana shunday quvonchli davralar bo'laversin. Bahorda ham, boshqa fasllarda ham biz esa vaqti ko'p olmaymiz. Chunki bir qator insonlar endi qo'shiq qachon boshlanadi, o'ynaymiz degan insonlar ham ko'p. Yana bir bor xush kelibsiz Dima Aviakassa. Mana shu o'zini ikkita shogirdi Biloljon va Gulnozaxon. Mana shular shu yerda birinchi bor konsert beryapti. Mana shunday konsertlar davomli bo'lsin. Mana shu san'at maydonida erkin qadamlar bilan asta-sekinlik bilan chiqib kelyapti. Boshlanasi demayda jamon emas. Nasib qilsa bundan da katta davralarda, xalqaro maydonlarda ham konsert berishlik nasib etsin. So'z berganingizga rahmat. Ustoz Sayfiddin TV keling. Keling, tartibman kamtarlik ham yapmayman, keling. Marhamat. Bo'lmaymi? Gapga jo'qsizmi? Master Perelak. Sizchi? Xabarda o'zingiz yana davom etib qo'yasizmi? Butun Shartuz nomidan xush kelibsizlar. Shu yoqdan keldingizlar, biz ham Gulistondan eshitib keldik. Hozir yetib keldik ochig'i. Qara, siz o'zingizga rahmat. Samariddin bloger, lekin ovozlar jaranglab chiqib turibdi. Biz bloger emas, biz diktor, suxandon. Endi navbatda kengizlar qo'shqa berik. Mana shu yerga hamma aynalarni, ukalarni davriga o'yinga chorlab qolaylik ha. Komil ayna, Navruz ayna, Farhod ayna, hammalaringiz mana shu yerda tomosha qilib turganlar. Biloljon va Shahnozaxon, bugun shunday kuylanki, bugun sizning haqiqiy asl muxlislaringiz mana shu yerga tashrif buyurgan. Barchangizga bahoriy kayfiyat hamroh bo'lsin. Navbat Bilol bilan Shahnozabonuga. Marhamat. Gulnozama, Gulnozabonu. Qizlar ham ko'p adashib ketaverasiz. Topinglar, chivin, qaydaman degan bir qiz bor ekan. Kelsin, Shartuz noyasidan tashrif buyurgan. Qo'ymiz gani. Chiqqincha hamma nozimiz qilib nerda odamlar kutib qoldi. O'tiramizmi? Dangel gapning dangeli bosish kerak. Og'ir dard, oyoqsiz qo'lsizlik. Og'ir dard, oyoqsiz qo'lsizlik. Adashgan karvonday yo'lsizlik. Aslida ondan ham og'iri erkakni sindiradi pulsizlik. Boy bastini yega beradi ham. Har kunida nimasidir kam. Uyaladi xatinidan ham. Erkakni sindiradi pulsizlik. Asıladi paxal xaslarga. Asıladi paxal xaslarga. Davlatining iysiga maslarga. Yegiladi nomardu paslarga. Erkakni sindiradi pulsizlik. Jo'qchilikda kulmaydi erkak. Jo'qchilikda kulmaydi erkak. Yükselmeydi, o'smaydi erkak. Boshqa darddan o'maydi erkak. Erkakni sindiradi pulsizlik. Puling bo'lsa do'singman deydi. Puling bo'lsa do'stingman deydi. Jigarimsen, qanotim deydi. Qancha qizlar Samirjon deydi. Erkakni sindiradi pulsizlik. Salomat bo'lingizlar. Parvardigor barakatini bersin. Mana shunday shogirdlarni qilaversin. Shu shogirdlar bahona ochchaganlar duo qilingizlar. Mana shunday kelib odillar jiddilik. Boshqa demayman qachon deymiz o'sha. Salomatim. Farqidayni qara. Selam harakat qilyapsan, varam harakat qilyapti. Qanday bo'ldi? Oshmi? Yo'q. Zo'r bo'ldi. Osh zo'r bo'ldi. Mana xalti qarang, bir chiroyli bir bahar bo'ldi-da. Qo'lni ko'tarib mana qilingizlar, yanagi shu anoda shashlik bo'lsin, ha? Nasibsa.
Omad sizlarga ham gap yo'q ochilib. Mayli demak olsun. Katta rahmat hammasi uchun mehmondorchilik. Qizlarni ham bilimli to'g'riligini o'qiring. Qizarmaydi, u ikkovimiz bir xil. Shu Diyor ham bir og'iz gapirsin, Ma'murjon Singer. Keyin davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Nashu Dimaynaning shogirdlariga gap yo'q deyman. Dimaynaning shogirdlari Bilol va Gulnazaxonlarni ijodida katta zafarlar tilayman. Omadini bersin, Dimayna gazini bersin qachon bo'lsa ham. Ey yashang, Diyor to'xta. Bu bizning birinchi klubimizda qaynaqaning rolini bajargan. Omad, gap yo'q, abdushi. Qanday bo'lyapti taassurotlar Usmonga? Bugun taassurotlar qanday o'tyapti? Yaxshi. Soat necha bo'ldi desam, soat 4 bo'ldi. 4 nima o'tyapti? Odamlar faqat bor. Ben nima deydi? Bu boshlanishi qanaqada sari nima deydi? Qabristonlarda ham, qishlarda ham bo'ladi. Yana shunday vazmlar ko'paysa yaxshi bo'ladi. Ko'pchilikka yangi. Endi bu boshlanishi deyapmiz. Endi bundan bu yoqqa asta ketsa kerak. Bu yerda buni Farhodjon, bu yerda endi aytmoqchi-da. Bizga boshimni qo'yay, sizdagin yaqin do'st yo'qdir onajon. Omadim kelganda davrimni surdim, do'stu oshno deya yildim yugurdim. Bugun salomimga alik olmaslar, omadim kelganda kimligin bildim. İnşallah eşmek satar ve şimdi kol mençe eşmek satar koyun asal gerekler. Ödeyek koyun ötesi